Ona tinchlikmi? Kim ekandim men? Tinchlik emas. Maza qilib er-xotin romantika qilib uxlab yotibsizlarmi? Mazam bo'lmayapti. Qarang, dori-pora olib kelmadingmi sizga hozir? Doringni o'zing ich. O'lib qolsam ham xabarlaring yo'q-a? Menga tez-tez mamka joy solib berlaring. Tavba, o'zim uyimni o'zim kirolmaymanmi? Shundoq uylarni berib qo'ygan bo'lsam. Menga qarang, erim bor, nima g'amim bor deb o'ylamang. O'g'ilni men tuqqanman. Endi siz kelib egachi bo'lmoqchimisiz? O'g'lim birinchi bo'lib meni aytganini qiladi. Mendan qolsa sizniki. Tez-tez qimillang, tez-tez soling. Voy, to'xtang. Ah, ketyapsiz. O'g'lingiz har xil qizlar bilan gaplashib yuribdilar. Ketaman. Ay, erkak kishi bo'lgandan keyin gaplashadi-da. Nima siz dunyoda bitta siz ayolman deb o'ylovmidingiz? Bizlar ham erlarimizga xiyonat qilib yurgan, indamay yurgan ekanmiz-da. Siz o'g'lingizni qizg'anib mana shu kungacha keldik. O'g'lingiz ham boshingizda qolsin. Ana eplasangiz o'sha qizlardan asrab avaylab oling. Voy, yashab guli. Tili bir qarich pismiq ekan-a? Baxtinur, o'zing ham ahmoqsan. Kelib qizlar bilan gaplashasanmi? Xotiningni endi borib o'zing borib olib kel. Men olib kelmayman. Ona, kuniga janjal qilasizlar. Yana meni talashasizmi? O'g'limni ber bu yoqqa. Mani o'g'lim, men tuqqanman deb. Xotin bilan maza qilib yashaolmaganimdan keyin kun bermaysiz, romantika qilasan. Xotinim bo'lgandan keyin nima qilib yaxshi ko'raman. Ona, men ham erkak kishiman. Xotinim borligini ham his qilganim yo'q. Hali bitta farzandli bo'lmadim. Men yurmay ko'chada qizlar bilan. Kim yursin? Olib kelmayman men. Boring-da, o'zingiz yarini olib keling.